Kema. U dengizda suzmoqda. Ammo dengiz ko'rinishida notinchga o'xshaydi. Har tomondan dengiz to'lqinlari kelib kemaga urilardi. Bu esa Abror, kemaning xo'jayini. U bor kuchi bilan arqon uzilib ketmasligiga harakat qilmoqda. Ammo u kutmagan narsa yuz berdi. Ya'ni arqon uzilib ketdi. Kutilmaganda uning yelkasiga bir qo'l tegdi. U juda hayratda ortiga qaraganida bu g'ulom edi. Ya'ni uning kemadagi do'sti. Va u do'sti uni kemaning ortiga chaqirdi va ular arqonni tuzatishga bor kuchlari bilan harakat qilishdi. Shunda u bir narsani ko'rdi, ya'ni g'ulom ortiq ishlamayotgandi. U shunchaki bir tomonga qarab jim kuzatib turardi. Ko'zlari qo'rquv bilan to'la edi. Abror esa u yoqqa qaraganida juda ham katta paypasligichga duch keldi. Ularning ikkalasi ham qo'rquvdan bitta tomonga qarab qotib qolishgan edi. Paypaslagich ketma-ket kemaga dahshatli zarba bera boshladi. Kema bundan buyog'i tinch emas edi. Bundan buyog'iga kemada shunchaki palapartishlik yuz berayotgandi. Paypaslagichlar esa to'xtashni xohlamasdi. Bir paypaslagich Abrorga tegdi va Abror uchib ketay dedi. Shundan so'ng u o'ziga kelib qaraganda hech nima o'zgarmagandi va Abror bir narsa qilishga qaror qildi. U qo'liga o'tkir uchli taxtani oldi va yugurib borib eng yaqin paypaslagichga uni suqib qo'ydi. Va shu zahotiyoq paypaslagichlar suv ostiga birin-ketin kirib keta boshladi. Va Abror biroz tinchlanganidan so'ng u o'z palubasida qolgan do'stlari tirik yoki yo'qligini tekshirish uchun bordi, ammo ularning hammasi o'lgandi. Shunda birdaniga uning qarshisida eng katta dengiz jonivori paydo bo'ldi. Taxminan minglab kilometrlar balandlikdagi jonzot kalmar edi. U shunchaki biroz tikilib turdi va paypaslagichlari yordamida butun kemani o'rab olib suv ostiga tortib ketdi. Abrorning yagona qila oladigan ishi bu ko'zini yumib hammasini kuzatish edi. Shunda Abror havo uchun kurashardi va suv yuzida yolg'iz o'zi chiqib qoldi. Bu esa juda dahshatli voqeani yuzaga keltirdi. Shundan so'ng dahshatli o'sha kalmar yana qaytadan ko'rinish berdi. Uning boshi bitta uyning kattaligida edi. Ikkita qora ko'zlari esa odamni dahshatga solardi va u ko'zlar Abrorni kuzatyaptimi yo'qmi buni bilish qiyin edi. Shunda u bir paypaslagichi bilan Abrorni ko'tardi va o'z og'zi tomonga olib kela boshladi. Bu Abrorda juda ham katta vahima uyg'otdi, ammo birdaniga kalmarga o'q uzila boshladi. Kalmar hayratlangan darajada o'q kelayotgan tomonga qaradi. Bu dahshatli o'lim kemasi edi. Bu kema dahshatli jonivorlarga qarshi kurashardi. Shunda kalmar Abrorni tashlab yuborib kema tomonga harakatlana boshladi. Bu asrlar davom etishi mumkin bo'lgan jang bo'lardi. Abror esa nima qilishini bilmasdan hayratda qolardi. Va SCP jamg'armasi uchun esa bu odatiy hol. Bu yangi SCP turi SCP-2846 kalmar va sayyoq. Menga sizlarning yordamingiz kerak. Men Doktor Suhrov va sizlarga bir narsani iltimos qilib so'rayman. Kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Like bosishni ham, do'stlaringizga ulashishni ham unutmang. Chunki bu menga ko'proq SCP anomaliyalarini sizga taqdim etishda yordam beradi. Demak, faylga qaytsak, SCP-2846 ya'ni kalmar. Bu ko'proq Atlantika okeanida keng tarqalgan deb taxmin qilinadi. Bizda ikkita SCP bor, SCP-2846A va SCP-2846B. SCP-2846A ya'ni kalmar, u shunchaki dahshatli bir maxluq. Uzunligi 950 metrdan ham uzun, ya'ni suv sathidan 950 metr balandlikda. Bu kalmar shunaqa avzoyi buzilgan havo vaqtida suv ostida o'z o'ljasini kutadi va uning o'ljasi kemalar, qulagan samolyotlar va boshqa jonzotlar. Uning hujum qilish usuli quyidagicha: tezda ko'rinish beradigan paypaslagichlar va shu zahoti kemani o'z domiga tortib ketish. Hech qanaqa belgisiz sodir bo'ladigan voqea. Endi esa SCP-2846B ga qaytsak, ya'ni o'sha o'lim kemasi. Bu kema ko'pincha rasmlarda shunaqa tasvirlanadi.
u shunchaki qayerdandir suv ostidan xuddi SCP-486 ya'ni kalmarga o'xshab shunchaki paydo bo'ladi. Buni ko'p mahalliy aholi shunday tasvirlaydi. U shunchaki suv ostidan paydo bo'ladi va kalmarga qarshi o'q ota boshlaydi. Kalmarning esa diqqatini o'ziga jalb qilganidan so'ng kalmar bilan jang bo'ladi. Jang kalmar yengilgunicha davom etadi. Bu esa asrlar bo'lishi mumkin. Va kema g'alaba qozonganidan so'ng shunchaki suv ostiga g'oyib bo'ladi. SCP ya'ni bu dahshatli kalmar 2000 yildan ham kattaroq hisoblanadi. U birinchi marta vikinglar davrida suratga olingan. 1905-yilda uni ikkinchi marotaba bir kapitan ko'rib qolgan. U 8 oyoqni o'z panjasida bir kitni ushlab turganida ko'rib qolgan. Shundan so'ng kapitan palubadagilarga signal bergunigacha qadar o'lim kemasi paydo bo'ladi va kapitan bu ishni qilishidan avval o'lim kemasi shunchaki g'oyib bo'lib ketadi. Shundan so'ng 1945-yilda bu kema yana bir bor ko'rinish beradi va bunga ya'ni kema kapitanining kattasi duch kelib qoladi va unga SCP-284-6B1 va B915 deb nom beradi. Shundan so'ng katta kapitan va leytenant o'rtasida uzoqdan uzoq suhbat o'tadi. Katta kapitan Javohirning aytishi bo'yicha bu kema ancha yillar oldin suv ostiga g'arq bo'lgan va shundan so'ng uni qoldiqlarini hattoki hech kim topa olmagan va shu orada dengizdan Shirina ismli dengiz suv parisi topiladi, ya'ni suv parisining haykali. Va shu voqeadan so'ng bu dahshatli ulkan kalmar paydo bo'ladi va odamlarga xavf solishni boshlaydi. Suv osti parisi 8 oyoqni o'ziga yordamchi qilib olgandi, ya'ni odamlarni yo'q qilish maqsadida, ammo SCP-284-6A SCP-284-6B dan juda ham qo'rqardi, ya'ni o'lim kemasidan. Chunki o'lim kemasi uni har gal yutgan. Demak, katta kapitan aytishi bo'yicha kalmar avvaliga kichik bo'lgan, ya'ni kichik tuxumdan chiqqan va shundan so'ng u kattalasha boshlagan va taxminimcha hali beri kichiraymasa kerak, ya'ni o'sishdan to'xtamasa kerak. Avvaliga katta kapitan va leytenant shunchaki katta kemada ikkalalari tirik qolishgan. Va agarda biz bu suhbatdan xulosa chiqaradigan bo'lsak, SCP-284-6A hali beri tugamaydi va bu ishga US Montana harbiy kuchlari o'z hissasini qo'yishdi. Ammo taqdir taqozosi bilan US Montana ham suv ostiga g'arq bo'ldi. Ammo bizda bir narsa bor, ya'ni US Montana endi o'lim kemasiga aylandi. Bu esa avvalgi o'lim kemasidan ko'ra kuchliroq kema ekanligini bildirardi, ammo US Montanada portlovchi mexanizm bor edi. Ya'ni qachonki u SCP-284-6A bilan hujumga kirishganda uni yoniga qanchalik yaqinlashsa, bu mexanizm aktivatsiya bo'lishni boshlaydi va portlash ehtimoli kattalashadi. Afsonalarga qaytsak, SCP-284-6A bir temir, ya'ni titandan bo'lgan qopqoqga duch keladi va uni atrofini toshlardan tozalagach amin bo'ladiki, bu yerda butun bir eshik, ya'ni kemaga olib kiruvchi eshik mavjud edi. Shunda bu narsa nimalik aniq, ya'ni ochiqligicha ma'lum emas edi, ammo u juda ham issiq edi. Gradus Celsius bo'yicha 4000 daraja va bu shuni anglatardiki, bu SCP-284-6A uchun juda ham dahshatli tushdek bir gap edi. Chunki bu US Montana bo'lishi mumkin. 2014-yil SCP Preston, ya'ni SCP uchun o'z hissasini qo'shgan yana bir kema. Bir kuni u o'z ultra nurlari, ya'ni ultra tovushlari bilan kema ostidan qanaqangidir bir mavjudot kelayotganini sezib qoladi. Kema o'zidan o'zin silkinishni boshlaydi va qanaqadir hodisa dejavu holatida keladi. Shundan so'ng kema ostidan tasvirlab bo'lmas pufaklar paydo bo'la boshlaydi va kema yana bir chayqalganidan so'ng uning ichiga suv
suv kira boshlaydi va bu SCP Pristonni ham dahshatli cho'kkan kemaga aylantirdi. Ikkita cho'kkan SCP kemalari hujumi natijasida o'sha paydo bo'lgan ikkita SCP kemalari tufayli qaytib o'sha ko'p ko'zli mavjudot suv ostiga kirib ketdi va SCP-286-B ham uni yengdi. Kalmarga qaytsak, bu juda ham xavfli mavjudot bo'lgani uchun bu kalmar ishini SCP jamg'armasi bo'lmish Carter olib borishga qaror qildi. Bu jamoa xalq orasida qopqoq ochuvchilar nomi bilan taralgan. Chunki ular kema ustida turishadi va har qanday mavjudotni yo'q qilib tashlashga qodir. Ammo ular bir narsa qilishmoqchi edi. Ya'ni bu SCP-286-E ni o'sishdan to'xtatmoqchi, ya'ni kichraytirishmoqchi edi va u bilan har qanday aloqaga kirishmoqchi bo'lgan kemani bu yerdan yo'qolishiga umid qilishgandi. SCP Carter jamoasiga bir narsaga ruxsat berishdi, ya'ni kalmarni ko'rishganda o'q uzish ularga mumkin edi. Hattoki yaxshi bo'lgan kemaga ham, chunki qachonki u hujum qilish rejimiga o'tganda undagi detonator portlab ketardi va hozirgacha noma'lum SCP Pristonni qaysi jonivor yo'q qilgan. Biz taxmin qila olamiz, bu shunchaki SCP-286-E ning akasi yoki ukasi bo'lishi mumkin. Va hamma SCP jamg'armasi shuni bildiki, SCP-286-E ga qarshi turish bu shunchaki xato va uni yo'q qilish deyarli imkonsiz. Va unga shunchaki xalaqit bermaslikka qaror qilishdi. Shunchaki meni o'z anomaliyalarimni davom ettirishim uchun ong'ina bo'lib qo'ying va kuzatishda davom eting.